Assalomu alaykum. Men kardiolog shifokor Tohir Dostonbek Qahramonovich. Bugun sizlar bilan xalq orasida juda ham keng tarqalgan, lekin ko'pchilik e'tibor bermaydigan kasallik gipertoniya kasalligi haqida gaplashamiz. Bu kasallik nima uchun xavfli hamda bu kasallikni qanday nazorat qilish kerak? Shu to'g'risida gaplashamiz. Gipertoniya o'zi nima? Bu yurakni qon tomirlariga qonni haydaganda qonni tomir devoriga beradigan bosim natijasida paydo bo'ladigan bosim hisoblanadi. Bu bosim normada 120 ga 80, ya'ni optimal bosim hisoblanadi. Shunday bo'lsa, demak normal qon bosimi hisoblanadi. Qachon gipertoniya kasalligi tashxisi qo'yiladi? Qachonki bemorda doimiy ravishda qon bosimi 140 ga 90 va undan yuqori holatda uzoq vaqt davomida yuradigan bo'lsa, bu gipertoniya kasalligi hisoblanadi. Ko'pchilik o'zini yaxshi his qilsa, menda gipertoniya kasalligi yo'q deb o'ylaydi. Aslida yillar davomida gipertoniya qon tomirlar devoriga doimiy zarar yetkazib boradi. Qon bosimi oshganda quyidagi belgilar bo'lishi mumkin bemorda. Bosh og'rig'i, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, quloqlarda shovqin, yurakning gupillab gursillab urishi kabi belgilar paydo bo'lishi mumkin. Lekin eng muhim jihat shundaki, ayrim bemorlarda bu hech qanday asoratsiz ham rivojlanishi mumkin. Nima uchun gipertoniya haqida gaplashyapmiz? Gipertoniya kasalligining o'zi nimasi xavfli? Nazorat qilinmagan gipertoniya quyidagilarga olib kelishi mumkin. Bular: miya insultiga, yurak infarktiga, buyraklar yetishmovchiligiga, yurak yetishmovchiligiga hamda ko'zning xiralashishi, ko'z faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. Gipertoniya kasalligi kimlarda ko'p uchrashini bilasizmi? Bu insonlar quyidagilar hisoblanadi. Tuzli sho'r narsalarni ko'p iste'mol qiladigan insonlarda, ortiqcha vazn hamda semizligi bor insonlarda, kam harakat, mehnat faoliyati juda ham kam harakat talab qiladigan insonlarda, spirtli ichimliklar ko'p iste'mol qiladigan insonlarda, doimiy stressda yuradigan odamlarda hamda oilasida, ya'ni nasliy moyilligi bor insonlarda uchrashi mumkin. Ushbu kasallikka uchramaslik uchun, oldini olish uchun hamda bu kasallik sizda bo'lsa, shu kasallikni davolash uchun nima qilish kerak? Birinchidan, ovqat tarkibida tuzni kamaytirish maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ikkinchidan, vaznni nazorat qilish kerak. Ortiqcha vazn bo'lsa, uni kamaytirish kerak. Uchinchidan, har kuni kamida 30 daqiqa piyoda yurish juda ham foydali. To'rtinchidan, agar sizda ushbu kasallik bo'lsa, shifokor buyurgan dorilarni doimiy va tartibli ravishda ichib borish tavsiya qilinadi. Bemorlarda eng katta xato bu shifokor buyurgan dorilarni dastlab ichadi, qon bosimi joyiga tushgandan so'ng ichishni to'xtatib qo'yadi o'zboshimchalik bilan. Mana shu eng katta xato. Agar siz 40 yoshdan o'tgan bo'lsangiz hamda o'zingizni yaxshi his qilsangiz ham vaqti bilan qon bosimini o'lchatib turing. Chunki gipertoniyani vaqtli aniq va o'z vaqtida aniqlash insult va infarkt xavfini oldini oladi. Gipertoniya kasalligi haqida hozircha qisqacha shular. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring, albatta sizga javoblarni beramiz.